9 oyda 116 mingta Cobalt ishlab chiqarilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2025-yilning yanvar-sentabr oylarida turli rusumdagi 326.364 dona yengil avtomobillar ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 28.6 ming donaga yoki 9.6% ga oshgan. Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Bryussel shahriga yetib bordi. Prezidentni aeroportda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Edvard Striprays hamda boshqa rasmiylar kutib olgan. Tashrif doirasida davlat rahbari O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolash marosimida ishtirok etadi. O'zbekistonlik haydovchilar Dubayga taksilikka jalb etilishi kutilmoqda. Dastlabki bosqichda 200 ga yaqin fuqaroni taksist sifatida ishga jalb qilish, ularning mehnat samaradorligi yuqori bo'lsa, yana qo'shimcha 500 ga yaqin haydovchini ishga olish rejalashtirilgan.